bitta fuqaro bilan ichki ishlar xodimini o'rtasida konflikt chiqsin, fuqaro haq bo'lsa ham, bilasizmi nima qilib tashlaydi uni? Chunki ichki ishlarda vakolatda shunchalik ko'pligi va uni tiyib turish prinsipi ularga nisbatan ishlay olmayotganligi oqibatida fuqaroni rasvo chiqib, uni aybdor qilib tashlashadi. Yoki bitta prokuratura bilan, mana masalan Bo'stonliq tumanida kecha menga murojaat keldi 2-3 kun oldin. Bo'stonliq tumanining Qapalma degan mahallasida ekan, bitta fuqaro videoga olib yubordi. Uyini prokuratura xodimi borib buzib tashlayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Umumiy vakolatga kirmaydi. Prokuraturaning xodimi borib fuqaroning uyini buzish bilan shug'ullanyapti. Buzib tashlab, u videoga olib aytayapti. Prokuratura xodimi mashinasining telefonlari ham turibdi. Haqiqatan prokuraturaning mashinasini minib kelib buzdirgan kimlargadir aytibdi. Vot mana buzdirishman. Nimaga bular qilyapti? Chunki vakolat juda ham katta ularda va ularda tiyib turadigan hech kim yo'q. Biz qonunlarimizda ularni